Assalomu alaykum. Yoshligingdan shunaqa kasaling bormidi? Qanaqa kasal? Shu uchun ham ota-onang menga tiqishtirdimi seni? Men kasal emasman. Opangni qayerga qochirib yubordilaring? Yoki menga tegishni istamadimi? Yo seni erga tekkin kelib qoldimi? Kim o'ylab topdi bu rejani? Men hali hammasi uchun javob berasan. Menga tekkaningga pushaymon qilaman seni. meni nima aybim bor edi? Men shunga loyiqmadim, opa. Meni nimalarga giriftor qilib ketdingiz? Bizni nimaga o'ylamadingiz? Oyijon, dadajon sizlar deb hamma narsani ichimga yutishga tayyorman. Nega meni aldayapsan? Necha yoshingdan beri tutqanog'ing bor? Meni tutqanog'im yo'q. Qanaqa bez qilsan? Hammani oldida bizni sharmanda qilding-ku. Yana tan olmaysan. Ha, bildim. Kasalliging uchun shunaqa yo'lga o'tdilaringmi? Shoshilishda tibbiy ko'rgan bo'lmaydi. Sirimiz ham ochilmaydi degansanlarda. Meni kasalim yo'q. O'zim ham bilmayman nimaga hushimdan ketganimni. Iltimos, meni ham tushuning. Opam yo'qolib qolganligi uchun to'yga rozilik bergandim. Bu yoqdan ota-onamni ham o'yladim. Ey, yig'lab hiqildog'imga kelding. Bu ko'z yoshlaring bilan meni hech narsaga ishontira olmaysan.